Everem showda ustoz bo'lmasa bo'lmasdi. Deb oling, Hudson Horn. Aytmayman degandingiz. Boshqa choram qolmadi. Bir xayrlasha olmagan ekan. Va nihoyat Jonimizda Avtodod Lazizbek ukamiz juda ko'p mehnat qildi. Necha kun ketdi? 2 hafta ketdi. Tinimsiz ishlar. Uxlamasdan mana shu obunachilarga ko'rsatamiz deb harakat qildik. Lekin qaranglar, rangini boru haqiqatan biriga bir o'xshatib qo'yishdi. Yon taraflari bormi? Xullas har bitta detalga. Nomerlarigacha, oka. Nomeri o'sha nomer bo'lganmi o'sha paytda? Multikdika, oka. Voy, nomerlarigacha ham o'xshatibdi. Lazizbek maza qilyapsiz. Maza qildim lekin rostdan, oka. Chista. Rasxodli, asabli qolib ketdimi hammasi? Hammasi, oka. Oxirgi tayyor bo'lgan holatidan keyin portlab berdi, oka. Prosmotr ham, obunachilar ham. Hali ko'rasiz, yoraman deganida, xudo xolasa gapiga javob beryapti. Tabriklaymiz. 13478 ta ovoz bilan birinchi o'ringa loyiq deb topildi. O'shaning uchun bir qarcha chalib qo'yaylik-da, ey. Shu kapot tagida sovg'ingiz turibdi. Bu sovg'a sirli sovg'a. Bitta narsa taqdim qilaman. Birinchisi, mana shu kapotda ostida turgan qimmatbaho sovg'ani olasiz yoki ikkinchisi kuchli 100 talikka to'g'ridan-to'g'ri kirasiz. Bu sovg'a yoki 500 millioncha kurash. 17 Pro Max telefon. Juda to'ppa-to'g'ri topdilar. Porsche kaliti turadi. Agar siz kapotda ostidagi narsani tanlaganingizda Porsche olib ketgan bo'larsiz.